Demak, bizda qanday muammolar bo'lyapti advokatga murojaat qilayotganda? Aytaylik, fuqarolar mana uy olmoqchi yoki mashina olmoqchi. Ertaga aldanib qolmaslik uchun albatta advokat bilan maslahatlashgan ma'qul. Shartnoma oladi. Demak, haqiqatan bu shartnoma bormi? Va haqiqatan bu quruvchi qonuniy ishlayaptimi? Hujjatlarni bir tekshirib olsa, olam guliston, ertaga aldanib qolish ehtimoli yo uyni oladi, yo olmaydi. Agar fuqarolar ko'r-ko'rona aytaylik borda reklamaga ishondi, mana ijtimoiy tarmoqlardagi reklamalarga ishonib, uy sotib olyapti-da, hujjatlarni ko'rmasdan imzo qo'yib beryapti. Lekin bu ertaga firibgarlik qurboniga aylanib qolyapti. Misol uchun mehnat munosabatlarida. Mehnat munosabatlarida ish beruvchi aytadi, "Bo'ldi, arizangni yoz, ket" deydi. Mana shunday holatda nima qilishim kerak deb advokat bilan bir og'iz maslahatlashsa, u huquqlarini tushuntiradi. Demak, ertaga arizani yozib qo'yadigan bo'lsa, o'z xohishi bilan. Demak, uni ishga tiklash masalasi qiyin bo'ladi. Ertaga ish beruvchi uni qaysidir aybi bilan ishdan bo'shatadigan bo'lsa, demak, uni ishga tiklash ehtimoli juda katta bo'ladi keyin. Ya'ni bu mana shunday holatlarda advokat bilan maslahatlashganda ertaga kelajakdagi muammolarni bartaraf qilishga zamin yaratadi bu holatda.